Qaynagachilarim bilan qaynonamni dastidan kun yo'q. Har kuni siqib suvimni ichadi. Xo'jayinim bitta o'g'illar. Yaltirab turgan peshonalarimdan aylanib ketdi. Mana balki bir kun yoqib qolarman deb vechno o'ylanib borka qilib qo'limdan latta tushmaydi deb bo'ylaydi ko'pchilik. Lekin unaqa emas. Da qizlar, mani qaynagachilarim juda ham ko'p. Qaynona qaynota bilan yashayman. Xo'jayinim bo'lsa rostdan ham bitta o'g'illar. Lekin bizada hamma o'zi bilan o'zi. Boshqalarni xotirib miylarni achitib bu gaplarni gapirayotganim sababi bir ikkita tili bilan miyasi qichigan negativchilarim uydagilariga yoqish uchun uy tozalab yuradi deydi bo'ylashadi. Xullas, parosatdan keyin tug'ilgan negativchilarimga hammamizni qoyilimiz. Shunaqa paytlarda ishlam kallam ishlamay qoladi deydi. Bomba tushgan kuxnyamga hayronlar qolib hayratlanayotgan bo'lsanglar, sababini ayta qolaman. Bugun o'sha sizlar yomon deb o'ylayotgan qaynagachilarim bilan uyimda gap bo'lgan. O'sha hammaga yoqadigan, hammani problemasini bir deganda rishat qiladigan kaldodan 10 tasini sanab oldim, mazza qilib desam, umuman ishonmaylar, bizning gaplarimiz barcha boshqacha o'tadi. Gaplashamiz, yeymiz, ichamiz. Xullas, undan keyin shunaqa anti stress bo'ladigan ishlarni qilaman. Yana menga vashi farqi yo'q, qaynagachilarimdan o'rtoq yasab olib, maza qilib gaplashib o'tiraman. Do'st dushmanimizni, qarindosh urug'imizni qulog'i qizib, pajjarni chaqirgan bo'lsanglar, bizda xafa bo'lmanglar, biz sizlarning g'iybat e'lon qilganimiz yo'q. Kuxnyam ham, miyam ham o'zim ham o'chib, endi o'zimga komfort yaratishga qaror qildim. Olib qo'yganimga ancha bo'lgan, lekin kiymayotgan pijamalarimni sizlar bilan unpacking qilamiz. Materiallar yumshoq, vashi gap bo'lishi mumkin emas. Hozir charchab turgan holimga mana shu pijamani kiyib olib, taxti tayyor deb qotib uxlasam kerak. Shu pijamalarni olgan profilimdan menga sovg'a qilib, mana shunaqa Fatima degan parfyum ham berib olibdilar. Mazzami menga? Xullas, shunaqa chiroyli Pinterest pijamamni ham kiyib oldim. Ko'zlarim suzilib o'ngga chapga ketib qolgan bo'lsa, xafa bo'lmaysizlar, rosa uyqum kelyapti. Pijamachamizning kichkinagina cho'ntakchasi bor. Yo'q, dollarlarni xayolinglarda cho'ntagilarga solib mazza qilib uxlaysiz. Aleyop deb bolalarimdan kam bo'lmagan holda mana shunaqa mishqali pijama ham zakaz qilgan. Xo'jayinim hammani aldim, ikkita bolam bor deb yuradilar. O'sha payt vashi ishonmaylar, men 3-bolalarim. Yosh bolaga o'xshab hamma joyi tutatib, pisillatib, atirlarni ham sepib ko'rdim. Agar sizlar ham uxlaganingizda mazza qilib taxtadek bo'lib uxlashni xohlasanglar, imенно shu Madame Moro profiliga kiringlar-da, o'zingizlar uchun mana shunaqa chiroyli pijamalarni zakaz qilib mazza qilib kiyinglar. Конечно, bu tan har xil ayya pinyovarlarni ham zakaz qilsanglar bo'ladi. Kачествосiga bo'lsa gap bo'lishi mumkin emas. Madame Moro profiliga o'tib oling, lekin inglizchada ko'rishguncha hammaga xayr.